ijtimoiy tarmoqlarda uyingizda suv hisoblagichini ishdan chiqqanligini agar ko'rgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa ta'mirlash kerak bo'lsa, mas'ul organlar sizga pul to'lash kerak. Bu bo'yicha hukumatning qarori ham bor. Ya'ni hisoblagichlarni ta'mirlash yoki almashtirish bo'yicha barcha xarajatlar korxona tomonidan, ta'minotchi korxona tomonidan qoplanadi degan xabar chiqib keldi. Bu qay darajada to'g'ri? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar asossiz hisoblanadi. Muddat kelgan suv hisoblagichingizni qiyoslovga yubordingiz. Ya'ni u amaldagi Milliy metrologiya institutini qiyoslov laboratoriyasida yoki suv o'lchagich xizmati aksiyadorlik jamiyatini akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyasida qiyoslovdan o'tkazish jarayonida agarda u nosoz deb topilsa, u holatda suv ta'minot korxonalari o'z hisobidan yangisini qo'yib berish belgilangan. Lekin agarda muddati kelmagan suv hisoblagichni siz qiyoslovga yuborsangiz, ya'ni boyga yuqorida aytib o'tganimdek, uni ishlash tartibida, ya'ni nosozliklar aniqlansa, davlat muhri uzilgan bo'lsa yoki chetdan noqonuniy aralashuv aniqlansa, o'sha paytda Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori 68-bandiga asosan muddatdan tashqari davriy qiyoslovdan o'tkazish uchun 30 kun muddat beriladi. 30 kun muddat ichida yuborilgan suv hisoblagichlar ushbu tartibga kirmaydi. Agar suv hisoblagich o'sha holatda nosoz chiqadigan bo'lsa, uni yangilash, ta'mirlash u iste'molchini mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Va shu o'rinda yana qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Norasmiy manbalardan tarqalayotgan turli xil ma'lumotlarga ishonib qolmasdan, suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining rasmiy axborot resurslaridan foydalanishlari va kuzatib borishlari, ushbu holatlarda savol tug'iladigan bo'lsa 24/7 rejimda ishlaydigan 1255 qisqa raqamlarimiz mavjud.